Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Oqtepa mahallasiga baxtli ota-onani farzandlari tomonidan tabriklash uchun yetib keldik. Avvalambor assalomu alaykum hammangizga, hammangiz yaxshimisiz? Xonadonlaringizga surprizlar bilan tashrif buyurganmiz. Farzandlaringiz tomonidan nima deb o'ylaysizlar, bu sovg'a nima bo'lishi mumkin? Baytulloh mehmoni bo'lishga tayyormisizlar? Ermat Qalmovon bobo. Muborak bo'lsin. Barcha amallarni bajarib, yorug' yuz bilan keling. Bu joy namoz sizga. Ermat va salomat opa. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Qulluq bo'lsin. Yorug' yuz bilan farzandlaringiz bag'riga keling. Bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Judo bo'lgach Quyida sizlar hammamizga mana shu hajga borib kelishni nasib etsin. Hoji momo, hoji bobolar bo'lib yurib, elimizda oldidagi xizmat nima deydi? Ilg'or peshqadam insonlar vatanimiz uchun jon kuydirgan nevarlar o'sib, sog'-salomat o'ynab qattiq to'y tomosha qilganchilik qildik. Qo'yaram shu ishlarni tashlamanlar. Topgan to'y tomosha qilganchilik qildik.